17-aprel kuni mana shu qo'zilarni saroyda Bekzod degan qo'y qurish boladan har bittasini 2.600.000 dan 20 ta qo'zini 52 millionga olganman. Hop degandan keyin o'zimcha qimmatab qo'ydim deb bularda tarozda tortdim. Bular qana 680 kilo chiqqan 20 ta qo'zi. Endi razniy 33 kilolisi ham bor, 31 kilolisi bor, 34 kilolisi bor, 32 kilolisi bor, 40 kilolisi bor. Mana agar ko'rinsa mana 31 mana shunday qilib mana o'rtacha 680 kilo 20 ta. 680 ni 20 ga bo'lsak 34 kilodan to'g'ri keladi. Endi 680 kiloni 52 mingga bo'lsak 76 mingdan 1 kilo tan narxi, tirik vazn tan narxi 76.470 so'mdan to'g'ri kelgan. O'rtacha bitta qo'zi 34 kilodan to'g'ri kelgan. Endi bu qo'ylarni mana oradan 100 kun o'tgandan keyin 3 oy 10 kun o'tgandan keyin boshqa tilab kecha tortdik bularni. Tortuvdik mana 40 kilo, 43 kilo, 44 kilo, mana 48 kilo, 49 kilo, 50, 62, 42, 56 deb razniyda edi, hammasi har xil semirgan u. O'zi olganda ham har xil edi. Shunday qilib bular mana 902 kilo bo'ldi. 902 kilo qo'zi 902 kilo. Olganimda 680 kilo edi. Endi mana shu 100 kunda 222 kiloga bular og'irlashibdi. O'sganmi, semirganmi, ish qilib og'irlashgan. U degani 222 kiloni men tan narxi oshgan u. 76 mingdan ko'paytirib yuborsam 17 million pul bo'lar ekan. Bularga 5 million sarf qilganman. 100 kunda 5 million yedi bular. 17 milliondan 5 ta yerib tashlasak 12 million menga tashlab ketishyapti. 100 kunda. Ha, 100 kunda. Shuna qilib boqib, mana qilib